Assalomu alaykum hurmatli Zotdor qo'ylar kanali a'zolari. Mana sizlarga bugunga o'tayam go'zal, o'tayam yosh, judayam chiroyli variantidan qo'yganmiz. Kimga manzur bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Qo'ylarni qaranglar. Eng qizig'i o'tayam yosh. 4 tasi qo'zi, endi shakka chiqqan bittasi. Bittasi 2 tish, bittasi 4 tish, ikkitasi 6 tish. 4 tasi qo'zi, ikkitasi 6 tish, bittasi 2 tish. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqib, agar lokatsiya yaqin bo'lsa bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Mana akalar, judayam xo'ra, judayam sog'lom. Mana qo'zini qaranglar, nima deyapti. O'zi tushunadigan akalar telefon qilaverasizlar, mana shoshilib. Vashshe dahshatli. Buni qaranglar. Bo'ylari akalar 80 plus minus. Mana 85lari ham bor mana. 80 plusga olaveringlar, qo'yib yo'q. Mana akalar. Judayam go'zal. Bitta olsalari ham, ikkita olsalari ham telefon qilaverasizlar. Kelishamiz. Endi hamma tushunadi. Misol uchun 6 kishi uni qo'zining narxida bo'lmaydi. O'shancha telefon qilinglar, bitta bo'lsalar, bitta olsalar ham, ikkita olsalar ham bemalol telefon qilaveringlar. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Qolgan nima ma'lumot bo'lsa bemalol bizlarga telefonda beraveramiz ma'lumotlarni hammasini. Bitta qaysi yoqsa shuni video qilib beringlar desalaring, bo'yini, tishini, yuzini, orqa bosh hamma yo'g'ini video qilib beraveramiz. Muammo yo'q. Xolasa videoni oxirigacha ko'rib, oxirigacha kuzatib, bizdan like bosib, bizdan podpiska bosib qo'yinglar akalar. Prosmotr bo'lyapti, 2000 ta oshib, 3000 tagacha prosmotr bo'lyapti, lekin obuna bo'lmayapti. O'shanga bitta obuna bosib qo'yinglar. Sizlardan nima ketibdi? Bitta obuna tugmachasini shunday bosib qo'ysalaring bo'ldi. Xudo xolasa, mana shunaqa chiroyli, sifatli vajlar kelganda hech yo'q ko'zni quvontirib, bittadan niyat qilib, shunaqa qo'ydan hech yo'q bir 30 tadan bo'lsa menda ham deb niyat qilib qo'yasiz, hech yo'q. Zo'rlarini. Niyatga arziydi-yu mana. Mana shundan uyingizda 30 dona bo'lsa, yiliga 30 donadan tug'ib bersin inshaalloh. Nimasi yomon? Bittadan niyat qilib like bosib qo'yinglar akalar. Like bosib, shuni podpisa qilib qo'yinglar. Har doim video kelganda yangi asosda ko'raverasizlar, maza qilasizlar. Kimgadir olmoqchi bo'lsa, kimdir jiyaningiz yoki qo'ni qo'shningiz, qarindosh bu do'st yorlaringiz olmoqchi bo'lsa, uzatib qo'yasizlar. Qaysi joygadir hech yo'q foydalanib tegib qoladi. Shunaqa qidirib yurgan bo'lishi mumkin-u, lekin topa olmayotgan odamlar bo'lsa, mana sizlarga deb shuni jo'natib qo'yasiz. Inshaalloh ishlari bitadi. Savob bo'ladi. Mana qarang. Quloqlarini. Tilloga teng qo'yinglar. Inshaalloh telefon qilinglar, ishlarini bitiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bizda bundanda zo'r, bundanda chiroyli, bundanda go'zallari bor. Video davomida bu ikkinchi partiyamizga o'shalarni qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Akalar, keyingi partiyamizga mana hisorini udaridan, eski hisoridan so'radilarmi mana sizlarga. Papasidan. Uncha edi, tarozi buzadi yanada. Mana akalar. Nima deyapti? Agar lokatsiya yaqin bo'lsa, kelib qonunni ham, jonini ham tekshirib olaverasizlar. Tishlari vashmishkalan. 2 tish, 4 tish. 6 tishi ham yo'q. Asosan 2 tishdan qo'zi, 2 tish, 4 tish xolos qo'y. Kelib bemalol tekshirib olaverasizlar. Agar uzoqda bo'lsalaring, jo'natganimizdan keyin ham xotirjam ipidan ignasigacha tekshirib olaverasizlar. Quloqining uchidan tirnog'ining uchigacha tekshirib olaverasizlar. Qo'ylarni qaranglar akalar. Qo'chqorga tayyoridan. Endi qochgan bo'lishi ham mumkin. Qirg'izistondan o'tgan. Endi yoqda qo'chqorni yaxshisidan qo'shib qo'ygan bo'lsa, xudo xolasa qochib qo'ygan bo'lsa, xudo berdi. Mana bunaqa kashtandi. Vobshim buqalaridan mana akalar. Mana nima deyapti mana.
Вообще yo'q. Mana buni ko'kam alohida tema. Bir-biridan zo'rlar. Birorta bir pasi yo'q qo'ydi. Вообще bomba. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar akalar. Ammo shoshilamiz. Chunki bu bunaqasi hadeb ham kelavermaydi, hadeb ham bo'lavermaydi. Qo'zi, eshak 2 tish. Bittami 2 ta 4 tishi bor. Qolgan hammasi asosan 2 tish 4 tish. Qo'zi 2 tish. Qo'ydi qaranglar. O'tda ham klass, o'tda ham bombasidan. Akalar, вообще-то mana iloji bo'lsa tepasiga kelinglar. Maza qilasizlar. Hech yo'q, shuni ko'rib maza qilasizlar. Olmoslarga ham hech aylanib ko'rib, hech ko'cha-ko'ylarda toza havolarda aylanib maza qilib, qo'yni tomosha qilib, bahri bilan ochilib ketasizlar. Chunki mana haqiqatan hadeb ham chiqavermaydi bunaqa qo'ylar. Qo'ylarni qaranglar. Bormi mana ishga hozir. Qo'ylari 85 pilsga olaverasizlar. O'sha bir dona bor. 85 minusi qolgan 7 ta 85 pils xudo xolasa. Mana akalar. O'tda ham chiroyli, o'tda ham go'zal, o'tda ham yosh. Bemalol yillar davomida mana bunaqa qo'ylardan ko'paytirib 50 ta 60 tani dalaga chiqarib, boqqa chiqarib qo'yib, damda olib, maza qiladigan joy. Xudo xolasa. Nima deyapman? Ko'ringlar sog'liqni. O'tda ham-da. Keshtanni qarang, chiroyli keshtan sifat qarang. Oddiy, birortasini dumbasi bosilmagan mana. Hammasiniki ayri dumba, tik dumba. Xudo. Narxi bir joyga akalar 7 million 300 ming so'mdan. Kim shunaqasini istayotgan bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. 7 million 300 ming so'mdan narxi dostavkasi Toshkentgacha bepulati. Bundan uyog'i 50 ming 100 ming plyus-minus bo'ladi. Shuning uchun akalar shoshilib aloqa chiqarasizlar xudo xolasa. Soni 8 dona 7 million 300 ming so'mdan. Telefon qilinglar, xudo xolasa ishlaringni bitiramiz. Keyin rahmatini aytasizlar, chunki hadeb ham kelavermaydi. Yosh, yaxshi, ayoy, domboq so'liq papalaridan. Nomerlarimiz 24 ga 7. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan tumani, Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha o'pitimchi arzonchilar qishlog'ida. Mo'ljal mol bozor ro'parasida. Vaqtlarini sarflaganlaringga rozi bo'lasizlar. Podpiska esdan chiqmasin. Hammalarga rahmat. Akalar mana bir haftada tug'adigan bo'g'azi ham bor. Bo'ylari vahima, o'tda ham zo'r, yoshi ham 6 tish, yosh variantidan. Arang turibdi, tug'ay deb turibdi. Agar kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Narxi 8 million. Afg'onga chatishgan zo'r sortidan, gibrididan mana. Akalar. Tug'ay deb turibdi. Ular qizarib bir haftada inshaalloh tug'ib beradi. Kezaga inshaalloh, Xudo xolasa kezaga tug'ib bersa, nasib aloqa chiqarasizlar.